W complex root of mana shu equation. Buni soddalashtirishimiz kerak. Okay. Kimda fikrlar bor? Shunga. Bizda nimalar bor? W kub minus 1 ekanligi bor. Keyin buni W kub plus 1 0 olib turib kubga ochadigan bo'lsak, W square minus W plus 1 0 ekanligi ham kelib chiqadi. Okay. Mana bularda observation qilamiz, ya'ni cycle ga keladimi yoki yo'qmi? E'tibor bersanglar, bu yerda kub keladi keyin. Kub. Keyin 4-darajali keladi. Asl 4-chi kvadrat. W ni kubi minus 1. W ni 4-chi minus W bo'ladi. Keyin minus W minus taqsim W, ya'ni plus bo'lib ketadi, bari kvadrat-ku. Ko'ryapsizlarmi? Ya'ni 4-sidan yana bunga qaytib qoldi. 4-sidan. Chunki bir xil ikkalasi. Ya'ni 3tada takrorlanyapti kubgacha. Tushunarlimi? Shu nechta borligini aniqlab qo'yamiz. Bularni soddalashtirib, birinchi soddalashtirib olaylik. Mana bundan boshlaylik, osonroq ekan. W ni kubi minus 1 ga teng, bu ham minus 1, 4 ga teng ekan bu. Bu ham minus 1. Ya'ni kvadrati 4. Okay. Buni soddalashtirishimiz kerak. Osonroq yo'li bormi? Mana bundan topsak bo'ladi. Ikkala tarafni W ga bo'lib yuboraman. Minus plus 1 taqsim W teng 1 ga square ni olamiz. W square 2 1 minus 1 ga teng ekan demak. Bu minus 1 ga, bu 1 ga, mana bu yerda. Demak, cycle ga keldi, to'g'rimi? 3 ta. Minus 1 minus 1 plus 4. Nima minus 1 bo'ldi ustoz? 1 bo'lmaydimi? Sorry. Kvadratini hisobga olmadim. Minus 1 ni kvadrati, to'g'ri. 1 bo'ladi. Shuni aytib ketinglar-da, men adashib ketaman. Endi shu 3 tada takrorlanyapti. Hammasi nechta 3 talik bor shunaqami? 1 dan 36 gacha. 36 ni 3 ga bo'ling. 12. Demak 12 ta shunaqami. 12 ko'paygan 6. 72.